Sarrafdan qarz olish uchun pul rani qo'yish. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Mening 100 ming dollarga ehtiyojim bor. Qo'limda bari Rossiya rublisi. Bugun onunga dollar sotib olay desam, mushu bir necha kun ichida rublening qimmati bakla tushib ketayotqachqa, sarraflar rublga dollar sotqili unamay, "Menga 200 ming dollar qimmatida rubli rani qo'y, men sana 100 ming dollar beray, ishiltib ol. Dollarni qaytaradigan vaqtingda 100 ming dollarimni berib, rani rublilaringni elib ketsang bo'ladi. Dollarimni berolmasang 100 ming dollarimga shu kunidagi bahosida rubli elib qilib, qolgan rublilaringni qaytarib beraman da'vatidir. Bundaq shart to'g'ri bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Aslida pulni rani qo'yish joiz. Lekin bu xil muomalada rani qo'yilgan rublini sarraf ishlatmay saqlab qo'yishi shart. Mubodo sarraf rani qo'yilgan rublini ishlatsa, bu muomala jazoniga aylanadi. Chunki bu dollar qarz badaliga rublidan foydalanib turishdan iborat. Imom Ibn Qudama rani qo'yg'uchi rani olg'uchiga ranidan foydalanib turishga ijozat bergan taqdirda rani qarz sababli qo'yilgan bo'lsa joiz bo'lmaydi. Chunki bu manfaat olib kelgan qarzga aylanadi. Bu haromdir degan. Yana qarz berib turish uchun qarz olg'uchining qarz berib turishini shart qilsa joiz bo'lmaydi degan. Demak, yuqorqi muomala aniq jazoni. Chunki bu qarz berib turib rani puldan foydalanish. Boshqacha qilib aytganda, qarz berib turish badaliga qarz berib turishni shart qilishdir. Üstülab o'zidan kelajakda dollar sotib olishni shart qilib qarz berish va 100 ming dollarning pulini keyin berishdan iboratdir. Hammasi jazonidir. Sarraf bundaq shart qilmagan taqdirdami, kelarki kunlarda dollarning bahosi tushib, arzonroq sotib olarmanmikin degan umidda sarrafdan 100 ming dollar qarz olib, uningga rublini rani qo'yishimi o'xshashla jazonidir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.